Bugun biz bu e'tiqodda bir buyuk ne'matni, xalqimizning eng aziz boyligini, ona tilimizni ulug'lash uchun to'planganmiz. Har bir insonning yuragida bir e'tiqod, bir muqaddaslik bo'ladi. Biz uchun u ona tili bizni birlashtiruvchi, o'zligimizni saqlab kelayotgan eng muqaddas boylikdir. Ona tili bu inson dunyoga ko'z ochgan zahoti eshitgan birinchi so'z bo'ladi. Ona, vatan, mehr kabi so'zlar hayotimizning eng go'zal manzaralarini tasvirlaydi. Ona tili bu inson dunyoga ko'z ochgan zahoti bilan yashashni tajriba qiladi. Ona tili bizga bolaligimizda alla bo'lib kiradi. Kattalikda yetganimizda esa oriyat va g'urur bilan biz bilan yashaydi. Buyuk ajdodlarimizdan biri Amir Temur kuch adolatda degan edi. U nafaqat qilich bilan, balki so'z, farmoni va til qudrati bilan ham yurtni boshqargan edi. Shuningdek, Alisher Navoiy o'zbek tilini davlat tili, adabiyoti va tafakkur tili darajasiga ko'targan buyuk zot edi. Shuning uchun bugun biz o'zbek tilida erkin so'zlayotganmiz. Bu ajdodlarimizning xudoligining samaralaridir. Bugun o'zbek tili nafaqat O'zbekiston, Afg'oniston, balki dunyoning turli mamlakatlarida millionlab insonlar bu shirin tilga g'urur va faxr bilan suhbat qiladi. Keling, barchamiz birlikda tilimizga e'tibor va izzat berib, uni kelajak avlodlarimizga pok va g'urur bilan topshiraylik. Hurmatlar bilan Ona til bayramingiz qutlug' bo'lsin.